uy sharoitida necha marta dorilab turish kerak Abduhallaga? Uy sharoitida sog'liq qo'ylarni qo'chqorga qo'shishdan oldin, bir 10-15 kun oldin yaxshilab dorilab olish kerak. Keyin sharoitga qarab turib, agar yana dorilagingiz kelsa, oradan 3 oy o'tkazib turib, ya'ni ichidagi homila 3 oylik bo'lganda dorilash mumkin, albatta berish mumkin. Ha. Boshidagi birinchi qochgan oydagi birinchi oyda va tug'adigan oxirgi birinchi oyda berib bo'lmaydi. Oxirgi oyda berib bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Qolgan 3 oyda bersa bo'ladi. Oxirgi oyda berib bo'lmaydi. Oxirgi oyda bola tashlab qo'yish mumkin. Bola tashlab qo'yish mumkin. Birinchi oyda berib qo'ysangiz, haligi boshlangan zachacha buziladi. Buziladi. Orada bersa, Orada bersa bo'ladi. Homila formirovaniya bo'lib, shakli kirib olgandan keyin bersa bo'ladi. Yo'q, mana masalan, dozasi bilan. bitta qo'yni uy xonadonga olib kelindi, uy sharoitiga. Olib kelgandan keyin masalan 1 yilda 12 oyda necha marta masalan buni dorilab turish kerak. Misol, endi men o'zimnikini aytaman, siz to'g'riligini aytasiz endi Abdulla aka. Men har bitta qo'yni olib kelingandan keyin men analizini olaman, albatta. Bu bir. Keyin ichak qurti, jigar qurti parazitlariga kurashaman birinchi kelgan qo'yda. Va bizda misol chechak kasali bor-ku, chechak mana kuzlarda bo'ladi, chechakga qilinadi o'sha. Endi mana hozir yashuram bo'lyapti, mana oyoq og'riyapti, boshqa bo'lyapti, shularga dorilanadi. Shuni demoqchimanki, 1 yilda bizda 2 marta tashqariga olib chiqadigan qo'ylarimizni biroz o'tga ham qilamiz. Albatta. Biroz o'tga, sovuq tushgandan keyin o'stiriga masalan qilinadi. O'stiri jigar qurti, masalan, eknokok bu narsalarni olgani. Sizlarga nima deysiz? Necha marta qilinadi shu? Bularga 1 yilda 3 marta qilgan yaxshi. Har 4 oyda qilgan. To'ppa-to'g'ri. Uy sharoitida bo'ladi. U bo'lsa-yu bo'lmasa qilish kerak. Profilaktika qilish kerak-da buni-chi. Masalan, qo'ylaringiz toza bo'lishi mumkin, lekin tashqariga chiqqanda, boshqa bo'lganda, mana yaylovda, oyda ko'k hosil qilib olib turib, haligi parazitlar turaveradi. O'shani yegandan keyin qo'zg'alib, rivojlanadi-da. Ichida rivojlanib ketadi. Shuning uchun bu yerdan nimalarni qo'y, masalan, xonaki tovuq, boshqa hayvonlardan yuqishi mumkin parazitlar shunaqa. Yovvoyi hayvonlarning axlatidan ham bo'lar ekanda, masalan, tog'larda juda ko'p uchrar ekan shu. Bularni ichidan karlikovoy sep deb qo'yadi-ku, hali uzun. Mana o'shalar itdan, o'sha itsimollardan yuqadi. Itsimollar, yovvoyi hayvonlar. Ularni kim dorilaydi? Ular tabiiy holatda yuradi, ularda keragicha bo'ladi-da. Axlatida u parazitlar. Bu shu opasniy bo'ladi. Shuning uchun har 4 oyda dorilansa maqsad. Juda ham zo'r foydali bo'ldi. Allohga rahmat. Albatta buni sizga duo qilishi, xudo xolasa ko'p yoshlarimiz foydalanishadi. Nari qo'zlarimizga bir ko'rsataylik endi. Xo'p, endi mana bu yerda qo'zlarimiz ko'p edi. Ana qo'zlar ham borgan sari elitalashyapti endi. Bular sotilib ketdi uncha-munchasi. Endi mana shu qo'zlarimiz qiziqqanlarga. So'liqmi bular qo'chqor? Bular qo'chqor hammasi. Qo'chqorchalarni olib nima qo'chqor qilib olsa bo'ladi bularni. Qo'chqor qilib olsa bo'ladi. Mana agar esingizda bo'lsa, o'tgan yili monster mash qo'chqor menga yoqdi deb. Oyoqlari ham yo'g'on edi-ku. Ana shuni qo'zilari mana. Qani ashular? Mana qulog'idagi birkani. Mana bu birkadagilar o'shani qo'zilari mana. Nima talasdan olib kelganmidingiz uni? U talasdan kelib Xorazmga ketgan. Mana shu qo'zilar, mana o'sha monsterning bolalari mana. Mana uchun mana buni oyoq tuyoq. Bu ham monster bolasi-da. Haligi suyak yo'g'on qo'chqor edi, to'g'rimi? Mana suyak yo'g'on qo'chqor. O'zi bo'pti ama. Mana hozir mana shu qo'chqor 3 oy 20 kunlik bo'ldi. Otasini ham videosini qo'yaman agar topsam. Mana. Bu o'sha monster bolasi, mana to'sh, boshqasi, buni oyoq turibdi-ku. Mana bu oyoq. Otasiniki 13 sm deb eslasangiz. Mana shuniki hozir 10 sm bo'lyapti. Juda 10 sm. Yo'qdi menga mana qo'chqoringiz. Bu o'sha monster haqiqatan ham kastak berar ekan. Kastak o'sha monster berdi-da kastak. Endi qozonda bori cho'michga chiqadi deydi-ku. Shunda mana u ham o'sha monster mana. Bu onundan 20 kunlik kichkina bu. U nariga. Mana akasi bu. Mana bu ham xuddi shu ahvol mana. Bu shu monster bolasi. Buni ko'zida mana yerlardan farq qiladi-da boshqa qo'chqorlardan mana. Juda ham zo'r. Endi bu yerda yana bir bu qo'chqorlar xullas hammasi sotilaveradi. Bu qo'chqorlar hammasi sotiladi. Kelganga? Endi biz otalari turibdi bizda. Bularni endi olsin-mada endi ko'pchilik qimmat deydi katta qo'chqorlarni. Bu dehqonchilik-ku. Dehqon arzonroq yo'lda qilib olsa, qo'chqor qilib olib foydalansa bo'ladi-da. Bo'ladi. Qoni toza. Zo'r.